Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Xudo xohlasa proyektimizni joylashtirib berdik. Proyektimizda oshxona mebeli bo'ladi. Oshxona mebelimiz pastki qismlari kapuchino svetda, ham shkaflar ham kapuchino svetda. Ustki qismlar ham koronasi, ya'ni kapuchino svetda. O'rta qismi esa, ya'ni ikkinchi etajlari oq svetda ishlab berganmiz. Stol shissalari MDF variantida. Ustki qismini ahamiyat bersangizda 90 cm dan chiqqan ustki qismi. Shuning ariston bo'lgani sababli bir tarafini gluxoy etib ishlangan. İşte bu yerda aristondan meshayib bermasligi uchun. Lekin ishlaridan shuning bemalol foydalansalar bo'ladi. Mo'ykalari mnogo funksionallikdan bo'lgan, lekin hozircha santexnik ishlari 100% bitmagani sababli jo'naklari hech narsasi qo'yilmagan. Mexanizmlari hammasi vakuumlab ishlab berganmiz. Tortmalari ham eshiklarini ruchkali variant bo'lgan. Ahamiyat berganlaringizni. İkinci tarafında ise stenli katyolları joylashgan shkafın içinde. Bu narsalar ham chiroylatib shuning obshivka qilib joylashtirib berdik. Kimlarga shuning mebellar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Davru mebelga murojaat qilsangizlar, chiroyli narxlarda yasab beramiz. Davru mebel